01 ga tushib proviz oldirib qo'ydingiz yoki qancha vaqtdan beri imtihonlardan o'tolmay yuribsiz? Samarqanddagi tezkor prava markazi ana endi Kattaqo'rg'on tumaniga ochildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Ishtixonda ofislaringiz bor. Samarqand shahrida bor. Pazarg'omda bor. Ana endi Kattaqo'rg'on tumaniga kelibsizlar. Bemalol Kattaqo'rg'on shahridagi aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ham kelib o'rgansa bo'ladi. Asosiy qulayliklar nimadan iborat? Asosiy qulaylik aka bizning programmamizda yo'qda avtotestda tushadigan hamma savollar bor. Kelib o'rganish kerak, shu xolos. Qarang endi, men provam oldirib qo'yganman. Imtihonlardan yiqilib yuribman. Boshqa joylarga 1,5 million, 2 milliondan to'layapman. Sizlarda xizmat narxi qancha? Bizda 1 million so'm. Keling, Komil vlogisdan deb 5 kun mobaynida qo'ng'iroq bo'lsa 20% chegirma beraylik. 1 million so'm 20% chegirmada ketyapti. Xo'p, qancha vaqtda o'rganishi mumkin va qancha vaqtda pravani olishi mumkin? 1 hafta 10 kun maksimum. O'rganish. Keyin bu yog'i bolani o'ziga qarab, o'zini olishiga qarab. Demak, boshqa joyga o'zi pravani topshirib qo'ygan, lekin imtihonda yiqilib yuribdi. O'sha hujjatlarni siz o'ziga olib kelsa, qaytadan o'zi shakllantirib to'g'rilab berasiz. Xuddi shunday. Gap yo'q. Ekranda akalar raqamlarni qoldirib qo'yaman. Hozir meni o'zim yechib ko'rdim, qarang. 15 ta savoldan 2 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. 7 tasiga javob beribman, 8 tasiga javob bermayapman. Meni ham olasizmi? Albatta aka. Menga bepulmi? Siz bepulsiz. Yo'q, men ham 20% chegirmani beraman. O'rtoqlar shoshilinglar, 20% chegirmada pravalarni ololmay yurgan bo'lsangiz, kelasiz, bemalol o'rganib ketasiz. Hozir men sizlarga manzilni tushuntirib o'taman. Manzil o'rtoqlar, ketdik tur payshanba ofisimiz. Kadandan to'g'riga o'tib ketasiz. Mana shu yerda yangi domlar bor. Aynan podval qismida tezkor prava avtotest xizmati ochildi o'rtoqlar. Bemalol kelaverasizlar.